Bugungi obzorimizda Mirobod tumani Qo'yliqda joylashgan 16-etajdagi uyimizni obzor qilamiz. Uyimiz eshigidan kirishimiz bilan birinchi xonamiz kattagina mehmonxona ko'rsangiz bo'ladi. Gilam, parda, televizor, konditsioner hammasi bor. Bu xonamizda uyimizning balkoniga chiqsangiz bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli, ayniqsa kechqurun chiroqlar yonganda butun shahar maza qilib ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Ikkinchi xonamiz bu kattalar yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. Kiyim ilish uchun shkaflar bilan tayyor qilib o'rnatib qo'yishgan. Shkaflar ham oddiy shkaf emas, juda ham sifatli xom ashyolardan tayyorlanganligi bilinib turibdi. Ichida ko'rsangiz bo'ladi, o'zini podsvetkalari ham bor. Bu xonamizdan ham balkonga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda uyimizning umumiy sanuzeli joylashgan. Yonginasida esa oshxonamiz o'zini chiroyli mebel texnikalari bilan sizlarni kutib turibdi. Uyimizning barcha xonalardan balkonga chiqsangiz bo'ladi. Qaranglar, manzara qanaqa chiroyli, ko'rib ko'zingiz quvonadi. Bu uyimizni tashqi tomondan ko'rinishi, tashqi tomonda mashina uchun parkovkalar va bolalar maydonchasi ham bor. Qaranglar, shirindan shakar bolajonlar maza qilib o'ynashyapti. Uyimizni ko'rdinglar, juda ham shinamgina ekan. Agar uyimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar uchun bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.